Do'stlar, bugun sizlarga mana butun O'zbekistonda trendga chiqqan marojnani olib keldim. Nimaga olib kelding desalar, bu Xitoyda, faqat Xitoyda chiqardi. Endi karslar ham chiqaryapti ekan. Xotin olib kel deb jonga tegani uchun mana olib keldim. Qani yeb ko'ramiz, qaysi biri zo'rroq ekan. Menga O'zbekistonda unchalik yoqmadi, qimmat edi. Bitta bittasining narxi 45 ming qimmat qo'ymoqda. Mango. Qani mangoni yeb ko'ramiz, katta. Bo'g'ilay. Olib kel, mana jonga tegadi. Qani ham qanaqa ekan. Chaqaga, papa demoqqa kelsa. Bismillah. Lekin ustida yana umuman mana nimasi yo'q ekan. Qarsillar ovoz chiqmas ekan. Bu O'zbekistonda muzlagan edi, bu qaymaqli ekan-chi. Mazali. Mazali. Rostlanma, vaqt shirinroq ekan. Qani endi hozir bunaqasini tolligini yeb ko'ramiz. Shaftolli ham qanaqa ekan, mangoli ham vashi bomba ekan. Koreyada yurganlarga tavsiya qilaman, Koreyada do'stlaringiz jo'natib qo'yinglar. Tolliligiga, qani endi buni mazasi qanaqa ekan. Papa, Adil. Papa. Yorvoribdi bor. Ishoninglar, agar O'zbekistonga kirgani ham shunaqa bo'lganda agar vashi odamlar normal suyib yegan bo'ladi. Narxi 45 ming, 40 ming atrof ekan. Atay mazasi haqiqatdan mazali. Dadu mazali. Koreyada yurgan do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar bu videoda. Olib yeb ko'rsin, menga baho bersin. Bu reklama emas, atay haqiqatdan mazasi bo'lmaydi ekan. Olish oson bo'lmayapti. Like bosib qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Like bosib qo'yinglar. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.